O'g'limiz Muhammad Yusuf 1 oylik bo'ldi va biz buni nishonlash uchun aylangan chiqdik. Ko'rib turganingizdek, onalar sumkasida doimgidek pampers, plet va kiyimchalar. Birinchi bo'lib ovqatlanishga, keyin bo'lsa Cityni aylanishga kelishdik va birinchi bo'lib Yalpiz degan restoranga bordik. Sizlarda ham bolajoninglar shunaqa ko'chaga chiqishi bilan uxlab qoladi. Meni o'g'lim ham xuddi shunaqa ko'chaga chiqsa uxlab qoladi, lekin bir kunda bir mahal ko'chaga chiqmasa to'ppalang qilib yig'laveradi. Обязательно ko'chaga olib chiqamiz, keyin tinchib uxlab qoladi. 1 oylik bo'lgan kimlar nishonlayapti deganda bolajon uxlayotganligi uchun uni yotqizib qo'ydikda o'zimiz ovqat sakasi qilib maza qilib paqqos tushirdik. Yaxshiyam Muhammad Yusuf spokойный, shuncha muzikada, shuncha shovqinda ham umuman uyg'onmadi, bemalol ovqatlanib oldim. Aslida men ko'chaga Parki Moldagi Sinsei magaziniga borish uchun chiqqandim, lekin rejalar o'zgarib ketdi. Cityga borganimizda Parki Mol ishlamayotgan ekan, chunki yonib ketgan. Remont bo'layotganligi sharofati bilan berk ekan va biz srazu City Mallga kirdik. Hatto bolajon uchun birorta kiyim, o'zimiz uchun kiyim olaylik deb aylanib biror nima topolmadik. Ishonaveringlar, bolajon uchun kiyim qidirdik, hammasi faqat va faqat katta kiyimlar ekan. Katta kiyim bo'lsa bizga kerak emas. Sizlarda ham shunaqa hissiyot o'tganmi? Homiladorlik paytimda faqatgina chaqaloqlar kiyimini ko'rib rosa havas qilardim. Chaqaloqli bo'lganimdan keyin bo'lsa 1 yosh 2 yosh bolachalar kiyimini ko'rib havas qilib, qachon shunaqa kiyimchalar kiydirar ekanman deb o'ylab yurib, kiyim-kechak olmaganimizga yarasha Galmartga kirib, u bu narsa oldik, yegani va srazu uyimizga yo'l oldik. Eng zo'ri Muhammad Yusuf uyga borganda uyg'ondi, shuncha payt uxlab yurdi.